Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga qo'zilarni parvarish haqida batafsil tushuntirib bermoqchiman. Demak, qo'zilarni yaxshi semirtirish, parvarish qilish uchun bizlarga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda qo'yni olayotganda uni zotiga ahamiyat berib olinadi. Shunda uni zotiga qarab turib semirishi ham yaxshi bo'ladi. Keyingisi to'g'ri parvarish, ovqatlantirish. Ya'ni kichkina qo'zilarga kuchli yemlarni berib bo'lmaydi. Ular ko'proq quruq o't, hashak, bedapres kabi mahsulotlarni yeydi. Ularga hali makka, bug'doy kabi donlarni berish oshqozoniga kuchlilik qiladi. Shuning uchun ularga oddiy quruq o'tlardan, bedapres, shunga o'xshagan narsalardan berishni boshlab, sekin-sekin o'rgatib yemlash ham boshlanadi. Xo'p, ikkinchi navbatda ularni sog'ligiga qarash. Bozordan olib kelganingizdan keyin albatta ularga vitaminlar, dori kabi mahsulotlarni berish kerak bo'ladi. Ular yo'talishga qarshi, qurt, gijjaga qarshi vitaminlar, dorilarni olish kerak. Vitamin B kabi dorilarni olib, veterinar tavsiyasi bo'yicha olib davolab olishingiz kerak. O'zi qo'ylarda har 6 oyda davolashlar olib borilishi kerak. Shunda qo'y sog'lom bo'ladi. Sog'lom bo'lgandan keyin yaxshi semiradi. To'g'ri parvarish qilishda ularni yemini to'g'ri berish kerak bo'ladi. Demak, yosh qo'zilarga hali kuchli yemlarni berib bo'lmaydi. Shuning uchun ularga quruq hashak, bedapres, yer-yong'oq pres kabi mahsulotlarni berish kerak bo'ladi. Quruq o'tlarni ham bersak bo'ladi. Ko'proq quruq narsalarni bersak, ularni birinchi tanasi shakllanayotgan bo'ladi. Hali oshqozoni kuchli ovqatlarni hazm qilish qobiliyati bo'lmaydi, hazm qila olmaydi ya'ni. Shuning uchun ularni boshida quruq o'tlar, hashaklar bilan boqish kerak bo'ladi. Keyin qo'yni parvarish qilishda oldida tuz bo'lishi kerak. Keyin toza suv bo'lishi kerak. Toza suv ham o'sha oshqozonni to'g'ri faoliyat olib borishiga yordam beradi. To'g'ri ovqatlansa, to'g'ri zot tanlanib olingan bo'lsa, qo'y semirishi tezroq bo'ladi, unumliroq bo'ladi. Yozda qo'ylarni junini olib turiladi, chunki issiq havoda qo'ylar issiqdan yog' o'ta yuqori darajada issiqdan ular nabarot semirishdan qaytib ozib ketishlari ham mumkin. Shuning uchun ularni junini vaqtida olib turish kerak. Lekin sovuq havolarda junini olish tavsiya qilinmaydi. O'zi mavsumlari bo'ladi jun olishda. Shularga qarab junlarini olish kerak bo'ladi. Albatta qo'yni boqish baraka hisoblanadi. Islom dinida ham qo'y boqish baraka deb aytilgan. Savdoda baraka bor, qo'y boqishda baraka bor deb aytilgan. Shuning uchun hammaga xonadonida qo'y boqishda tavsiya etaman. Qo'y yuziga qandaydir baraka keltiradi. Ishlaringiz oldiga yuradi albatta. Yaxshi niyatda olib, yaxshi boqsangiz, o'ylagan yaxshi niyatlaringizga yetasiz albatta, Xudo xolasa. Yana bitta e'tibor beradigan narsalarni aytib o'taman. Qo'ylarni boqishda qo'y pokiza hayvon hisoblanadi. Ular har bir ovqatini hidlab turib, pokiza bo'lsa, hidlanmagan bo'lsa, aynimagan bo'lsa keyin yeydi. Bo'lmasam hidlab ketib qoladi, yemaydi, ya'ni ovqatlari uvol bo'ladi. Shuning uchun ularga ovqat berayotganda pokiza qilib, iloji boricha quruq narsalarni berib, ovqat soladigan joylarini, ya'ni oxirini ham doim tozalab turishlarini tavsiya qilaman. Suvni ham almashtirib turinglar. Shunda qo'ylaringdagi o'zgarish yaxshi bo'ladi. Pokiza hayvon bo'lganligi uchun o'zi pokiza ovqatlanishni ham xohlaydi. Shunda ovqatlaringdan vol bo'lmaydi. Cho'ntalaringga ham foyda bo'ladi. Qo'ylaring ham yaxshi semiradi. Ishtahasi yaxshi bo'ladi. Shuni sizlarga tavsiya qilaman. Hozircha bugungi aytib o'tadigan narsalarimiz shu. Yana keyingi narsalarni keyingi videolarda qo'yib boramiz. Rahmat.